بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الهادي عشرة demek 11 dars. Ushbu darsda biz quyidagilarni o'rganamiz. Ya'ni oldingi darsimizda 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni muzakkar holatdagisini ko'rib chiqqan edik. Endi muannas holatdagini ko'rib chiqar ekanmiz. Ya'ni ma'dudlarni muzakkar holatdagisini. Hmm. Ushbu darsda biz 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlarning mana muannas jinsdagi sanalmish bilan moslashishni o'rganamiz. Avval ta'kidlaganimizdek, son sanalmishning birlikdagi jinsiga teskari shaklda keladi. Ya'ni adad ma'dudga teskari jinsda keladi. Mana thalathu banatin. Nega thalathu bo'ldi? Chunki ma'dudimiz nima? Muannas. Shuning uchun teskari jinsda thalathu bo'ldi. Thalathatu abnain, 3 ta o'g'il. O'g'il muzakkar bo'lganligi uchun bu yog'i nima bo'ldi? Muannas jinsda keldi. Arba'u akhawatin. 4 ta opa-singil. Demak, oldingi qoidani bitta eslab oladigan bo'lsak, adad ma'dud qoidasini teskari 3 dan 10 gacha bo'lgan sanoq sonlarimiz sanalmish bilan, ya'ni ma'dud bilan teskari jinsda bo'lar edi. Va bu ikkalovi izofa shaklda kelardi. Shuning uchun ham ma'dudimiz, sanalmishimiz nima? Majrur holatda keladi. Va yana e'tibor qiladigan jihatimiz, ma'dudimiz, sanalmishimiz ko'plikda kelishi kerak. Demak, ma'dud ko'pligida va jar holatda kelar ekan. Xo'p, arba'u akhawatin 4 ta opa-singil, arba'atu ikhwatin 4 ta aka-uka. Khamsu ummahatin 5 ta ona, khamsatu abain 5 ta ota. Nega khamsu bo'ldi? Sababi ma'dudga teskari jinsda bo'lyapti. Khamsatu nega muannas bo'ldi? Sababi ma'dudga teskari jinsda bo'lyapti. Sittu nisain 6 ta ayol, sittatu rijalin 6 ta kishi. Sab'u talibatin 7 ta talaba qiz, sab'atu tullabin 7 ta talaba. Thamani ghurafin 8 ta xona, thamaniyatu buyutin 8 ta uy. Tis'u tabibatin 9 ta shifokor ayol, tis'atu atibbaa 9 ta shifokor. Bu ham g'oyri munsarif, ya'ni ikkita kelishli so'z bo'lganligi uchun kasra o'rinda fatha keladi. Ashru nisain 10 ta ayol, asharatu rijalin 10 ta kishi. 10 so'zining yozilish shaklini ham e'tibor berib qo'yasizlar. Ashru muzakkar holatda shin sukunli bo'ladi. Muannas holatda shin fathali keladi. Wahidunning muannas shakli wahidatun, ithnaninki esa ithnatani bo'ladi. Misol uchun li ukhtun wahidatun, li ukhtani ithnatani moslashadi deganimiz bo'ladi. Al-hiwar Layla va Salma o'rtasida ekan. Layla aytayapti: "Ya Salma, afi faslika talibatun min Mosku va min al-Qahirati?" Ey Salma, seni sinfingda Moskva va Qohiradan talaba qizlar bormi? Salma aytayaptiki: "Na'am, fi faslina 5 talibatin min Mosku va 4 talibatin min al-Qahirati va 8 talibatin min Qoraqalbag'istana." Bizning sinfimizda 5 ta talaba qiz bor. Demak, Moskvadan va 4 ta talaba qiz bor Qohiradan va 8 ta talaba qiz bor. Ular nima? Qoraqalpog'istondan. Layla aytayapti: "Va fi faslina 3 talibatin min Sirdarya va 6 talibatin min Qashqadarya va 7 talibatin min Navoiy." Bizning sinfimizda 3 ta talaba qiz Sirdaryodan, 6 tasi Qashqadaryodan va 7 tasi Navoiydan deyaptilar. Salmo aytayapti: "Kam uxtan laki ya Salma?" Ey Layla, ey Laylo, seni nechta opa-singling bor? Layla aytayaptiki: "Li 3 akhawatin", meni 3 ta opa-singlim bor. Salma: "Va kam akhan laki", va seni nechta akang bor? Laylo: "Li 5 ikhwatin", meni 5 ta akam bor. Va kam akhan va ukhtan laki? Laylo aytayaptiki yana: "Va seni nechta opang va akang bor?" Salma aytdi: "Li 4 ikhwatin va 4 akhawatin", meni 4 ta aka-ukam va 4 ta opa-singlim bor dedi. Layla: "Li zamilatun ismuha Khadija", Laylo aytdiki, meni
sinfdoshim bor, uni ismi Xadija dedi. Laha thamaniyatu ikhwatin va thamani akhawatin. Uni 8 ta aka-ukasi va 8 ta opa-singlisi bor. Xo'p, quyidagi savollarga javob bering debdilar. Ma jinsiyatu zamilati Salma. Salmoni kursdoshlarini fuqaroligi, millati nima edi? Ha? Ba'duhunna, demak, Moskvalik dedi, ba'zilar moskvalik, ba'zilar qohirolik va ba'zilari nima? Qoraqalpog'istonlik dedilar. Shuni yozib qo'yamiz. Demak, ba'duhunna min Qoraqalpog'iston va ba'duhunna min Moskva qilib. Hop, hal zamilatu Salma min madinatin wahidatin. Salmoni nima? Sinfdoshlari bitta shahardanmi? La hum min madinatin muxtalifatin. Man akhawatuha akthar. Kimdan opa-singlisi ko'proq? Hop, mana bu yoqda keluvdi. 8 ta deb. Demak, Xadijaniki. Xadijatu aktharu akhawatiha. Aktharu akhawatin qo'ysak bo'ladi. Kam xolatan laka? Siz nechta xolangiz bor? Buni yozib qo'yasiz. Misol uchun li khamsatu xolat qilib misol uchun. Kam g'urfatan fi baytika aw shaqqatika? Kvartirangizda nechta yoki kvartirangizda yoki hovlingizda nechta xona bor deyaptilar. Hop, keyingi mashqimiz iqro va lahiz va kutub deyaptilar. O'qing, mulohaza qiling va yozing. Birinchisi tolibatun wahidatun. Bitta talaba qiz. Moslashyapti. Tolibatani ithnatani. Ikkita talaba qiz. Bunda aytganmiz, birlik va ikkilikda moslashadi va ma'dud birinchi keladi. Mana sanalmish birinchi keladi, keyin adad keladi deganmiz. Endi 3 dan 10 gacha bo'lganda birinchi adad keladi, keyin ma'dud keladi. Mana thalathu tolibatin va teskari jinsda bo'ladi. Arba'u tolibatin, khamsu tolibatin, sittu tolibatin, sab'u tolibatin, thamani tolibatin, tis'u tolibatin, 10 tolibatin va hokazo. اقرأ واكتب أقي ويازي في بيتنا 3 غرف. Bizni uyimizda 3 ta xona bor. Nega 3 bo'ldi? Sababi g'urafun bu ko'pligi, birligi g'urfatun bo'ladi. Ya'ni birligi muannas bo'lgani uchun bu yog'ini muzakkarda qildik. Fil jami'ati 10 hafilatin. Universitetda 10 ta avtobus bor. في هذه المدرسة 8 مدرسات. ومكتبته 8 o'qituvchi ayol bor. عندي 3 مجلات. Menda 3 ta gazeta bor. في بيتنا 9 دجاجات. Bizni uyimizda nima? 9 ta tovuq bor. في الجامعة 5 كليات. Universitetda 5 ta fakultet bor. في المستشفى 10 ممرضات. Shifoxonada 10 ta hamshira bor. في بلدي 5 جامعات. Bizning shahrimizda 5 ta universitet bor. لنا 4 أعمام و5 عمات. Bizni 4 ta amakimiz va 5 ta ammamiz bor. في هذا الكتاب 10 دروس. Bu kitobda 10 ta dars bor. Keyingi mashqimizda oldingi darsimizdagidek, demak, mana quyidagi savollarga qavs ichdagi sonlarni ishlatgan holda javob bering deyaptilar. Qavs ichida son bor, shularni ishlatgan holatimizda javob berishimiz kerak savollarga. Kam sayyaratan fi shari'i? Ko'chada nechta mashina bor? Fi shari'i deymiz, ko'chada, ya'ni jar majrurni oldinga olib o'tsak, bor degan ma'no chiqadi. Fi shari'i 6 ta ekan. Sittu sayyarotin qilamiz. Ya'ni nega sittu qildik? Sababi sayyaratun muannas. Teskari jinsda qilishimiz kerak. Kam nafizatan fi baytika? Uyingda nechta deraza bor? Fi bayti, qavshida 5 bor ekan.
خمس نوافذ qilamiz. Nafidatni ko'pligi navafiz. Bu g'ayri munsarif bo'lganligi uchun navafiza qilib oxirini a qilamiz. Kam baqaratan fil haqli dalada nechta sigir bor? Demak 10 ta ekan. Fil haqli ashru baqaratin qilamiz. Kam hafilatan fil jami'ati universitetda nechta avtobus bor? 9 ta ekan. Fil jami'ati tis'u hawafil إذا adashmasam yoki hafilatin qilsak ham bo'ladi. Kam tabibatan fi mustashfal viladati tug'ruqxonada nechta hamshir nima tabib doktor bor, ya'ni ayol tabib bor. Keyingi mashqimiz quyidagi jumlalarni o'qing va unda keltirilgan sonlarni harflari bilan yozing. Demak, mana bu qavs ichida son berilgan. Biz buni nima qilishimiz kerak ekan? Harflari bilan yozib ketishimiz kerak ekan. Fil mustashfa tabibatinga qaraymiz. Ya'ni muannasda turibdi. Tabibatun muannas. Demak, bu sonni nima qilamiz? Muzakkar qilamiz. Fil mustashfa tis'u tabibatin va 6 qavsida 6 bor. Bu yerda mumarridatin turibdi, muannasda turibdi. Va sittu qilamiz. Shuning uchun muannas bo'lgani uchun teskarisi injasda. Va sittu mumarridatin. Muhammadun lahu demak qavsida 5 bor. Abna'in deyaptilar. Ya'ni abna'un birligi ibnun muzakkar. Demak 5 ni sonini nima qilamiz? Muannasda qilishimiz kerak. Muhammadun lahu khamsatu abna'in. Muhammadni 5 ta o'g'li bor. Va 8 qavsida 8 bordi. Banatin qilingan bu. Banatun birligi bintun. Va demak thamaniyatu thamani banatin qilamiz. 8 qizi bor bo'ladi shunda. Bu yog'i zahaba abi ila Xawarazm qabla qavsida 3 bordi, ayyamin bo'lyapti. Demak, ayyamunni birligi yawmun muzakkar. Demak, sanoq sonini muannas qilamiz. Qabla thalathati ayyamin qilamiz. Ya'ni nimaga thalathati sababi qabla bilan izofa holatda keladi. Fi hadhihi al-kalimati bu kalimada qavsida 5 bor, ahrufin. Ahrufni birligi harfun, ya'ni muzakkar. Demak, 5 sonini muannasda qilamiz. Fi hadhihi al-kalimati khamsatu ahrufin. Fi hadhihi as-sayyarati babani ithnani qilamiz. Ikkilikda moslashadi. Hop, 6-mashq quyidagi so'zlarni 3 dan 10 gacha sonlardan foydalanib, har birini sanalmas shaklda ishlatib, jumlalar tuzib ko'ring deyaptilar. Imaratun, madinatun, bahrun, jabalun, sa'atun, wajbatun. Demak, shu so'zlardan foydalanib va raqamlardan foydalanib jumla tuzar ekanmiz. Keyingisi tarjimil jumla ila al-o'zbekiyya. Demak, jumlalarni o'zbekchaga tarjima qilasizlar. Birinchisi fil jami'ati 10 hafilatin. Bu tekstda ham keldi adashmasam. Lana 4 a'mamin wa 5 ammatin. Keyingisi fi hadha ad-darsi 9 kalimatin sa'batun. Keyingisi kam thamanu 3 aqlamin. Bikam suman ishtarayta. Bikam suman ishtarayta mistarataka. Hop, bu yerga diktantda yoziladi. Yangi kalimalar. Al-kalimatul jadida. Sahlun oson, sa'bun qiyin. Mumarridatun mumarridatun hamshira. Jabalun jibalun tog'. Wiladatun tug'ilish, vafatun vafot etish. Baqaratun baqarun sigir. Aktharu ko'proq, aqallu azroq. Al-Qohiratu Qohira, Mosku Moskva. Shu bilan 11-darsimiz ham nihoyasiga yetdi. Alloh taolo o'tgan bilimlarimizga o'z baraka bersin. Darslarimizni Havas ta'lim kanali orqali kuzatib borishingiz mumkin.